Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi darsimiz CSS xususiyatlari hisoblanadi. Ya'ni bugun CSS bilan batafsilroq tanishamiz. Bugun hozir bitta tekst joylashtirib, bu tekstning brauzerning qaysi tarafidan chiqishini ko'ramiz. Using width, max width and margin auto. Blok darajasidagi element har doim mavjud bo'lgan to'liq kenglikni oladi, iloji boricha chapga va o'ngga cho'ziladi. Blok darajasidagi elementning kengligini o'rnatish uchun uni konteynerning chetlariga cho'zilishiga yo'l qo'ymaydi. Ya'ni konteyner degani, misol uchun mana buni brauzerda chiqyapti deb tasavvur qilsak, mana bu joyda joy qolyapti va oxirdan ham joy qolyapti. Bu ikkala chetida konteyner mavjud, ya'ni abzas mavjud. Keyin elementni gorizontal ravishda uning konteyner ichiga markazlashtirish uchun biz nima qilamiz? Margin auto qiymatini shunaqa qilib o'rnatamiz va element belgilangan kenglikni egallaydi va qolgan bo'shliq ikki chekka teng bo'linib beradi. Hozir buni mana bu misol tariqasida ko'ramiz. Qarang, bodyning ichida h2 ning ichida css max width oddiygina bitta matn yozilgan. Keyin div class, ya'ni divga class berilgan, x1 klassi berilgan, this div element has width 500 pixel, ya'ni oddiy buyurgan matn yozib qo'ydik. Endi buni target qildik, ya'ni target qilishni o'rgangan edik. Bu degani div degan tagning ichida x1, ya'ni x1 klassini nima qildik? Target qilyapmiz. Bunga width beryapmiz, ya'ni width ya'ni kengligini beradi, o'rnatadi. Kengligi 500 piksel bo'lsin, margin auto bo'lsin, ya'ni ekran kengligi buni 1400 piksel deb o'ylasak, 500 piksel taxminan mana bu joylargacha keladi, to'g'rimi? Keyin bu yoqda qancha qoladi? 1400 bo'lish uchun 500 ning yonida 900 piksel qoladi, to'g'rimi? Keyin mana bu margin auto o'sha qolgan 900 pikselni 2 ga bo'ladi. Qanchadan tushadi? 2 ga bo'lsa 450 dan tushadi. Shu 450 pikselni 2 chetga qo'yib beradi va qolgan o'rtada qolgan joyga mana bu width 500 pikselni qo'yib beradi. Xo'sh. Keyin bu yerda border berdik. Border 3 piksel solid, ya'ni borderi bu hoshiyasi, ramkasi deb tushunsangiz ham bo'ladi. 3 piksel qalinlikda, solid, chiziq turi, to'g'ri chiziq shaklda va mana bu rang bilan chiqsin dedik. Hozir biz mana shu misolni nima qilamiz? Ishlab ko'ramiz. VS Code dasturini ochib olaman va mana bu joydan yangi fayl yaratamiz. 5-dars .html. Xo'sh, bu joyga kodni sozdat qilamiz va yozamiz. Misol uchun bu joyga yozamiz h1 css da max widthni qo'llamoqchiman. Shunaqa gap yozib qo'ydim va css ni ikkinchi usul, internal usul bilan chaqirib yozaman. Style ochib ildim va mana bu joyda target qilishim kerak. Qaysi tagni? h1 tagini target qilaman va bunga yozamiz. Widthsi misol uchun 500 piksel bo'lsin va nima qilamiz? Marginga auto qiymatini beramiz. Ya'ni bu 500 piksel, boya aytdim, mana bu 1400 piksel bo'lsa, taxminiy 500 ni shu joyga keladi va qolgan pikselni ikki chetga bo'lib, keyin qolgan 500 pikselni o'rtaga joylashtirib beradi. Xo'sh, endi bu joyga border ham qo'shib ketamiz. Border qo'shib ketdik. Misol uchun 3 piksel qalinlikda solid red bo'lsin, qizil rangda ramkasi chiqsin. Saqladim. Buni ochib olaman. Web dasturlash papkamga kiraman va 5-dars kattalashtiraman. Mana css max width nima qildi? 500 pikselni mana o'rtaga joylashtirib berdi va qolgan piksellarni ikki chetga nima qildi? Joylashtirib berdi, bo'lib berdi. Hozir misol uchun mana bu 500 pikselni o'zgartiramiz. Misol uchun 500 emas, buni 800 piksel qilaman. 800 piksel qilib yangilab yuborsam, mana endi nima qildi? Kattalashdi. Ya'ni ikki chetda abzas qoldi va mana bu qilgan nima qancha piksel qilganman? 800 pikselni mana o'rtaga joylashtirib berdi. Xohlagan bitta saytga kirib ko'rsangiz, hammasida nima bor? Konteyner bor. Ya'ni mana shu narsa konteyner hisoblanadi. Ya'ni ikki yon chetda joy qolishi bu konteyner. Misol uchun Kunuz saytiga kirib ko'ramiz. Kunuz saytini ochib olamiz hozir. Mana title qo'llanilgan bu joyda. Mana bunda ham nima bor? Konteyner bor. Ya'ni mana bu hamma taglarim konteynerning ichiga olib yozilgan. Bunga ham misol uchun konteyner berilgan. Misol uchun bunga 1200 piksel berilgan bo'lishi mumkin va ikki chetdan 100 pikselda joy qolgan bo'lishi mumkin. Misol uchun mana bunda kattaroq konteyner qo'llanilgan. Mana bu ikki chetda joy qolishi bu konteyner hisoblanadi. Ya'ni saytga kirgan odam ham mana bu joyga taqalib yotsa,
harflarim, matnlarim, kontentlarim taqalib yotsa, bu biroz o'qish noqulayroq bo'ladi. Misol uchun mana bunaqa brauzerni kattalashtirsam, mana qarang. Chetigacha nima qilyapti? Chiqyapti. Biz bu joyga mana bunda ham konteyner qo'llanilgan. Mana shuning o'zi ham konteyner hisoblanadi. Xo'sh, konteyner tushunarli bo'ldi. Davom qilamiz. Bunda max width videosini berdik. Hozir bu narsa chiqdi. Davom qilamiz. Using width, max width and margin auto. Hozir aytdik buni. Endi bu joyda max width qo'lladik. Boya width qo'llagan edik. Bu endi max width, bu maksimum cho'zilishini oladi 500 piksel qilib. Endi CSS da round tushunchasi, CSS border radius. Bu nima? CSS border radius. Hozir borderni ko'rdik, to'g'rimi? Border nima qildi? Hoshiyasiga, ya'ni ramkasiga, kontentning ramkasiga ta'sir qildi. Endi border radius tushunchasi CSS da border radius elementi burchaklarning radiusini belgilaydi. Ya'ni radiusli burchaklarda chiqish kerakligini anglatadi. Xo'sh, hozir bu joyda qarang. Shu joyda hozir kodni yozamiz, ya'ni kodni qanaqa qilib yozamiz? Rounded 1 yozilyapti, to'g'rimi? Xo'sh, buni translyatsiyani o'chirib turaman. Rounded 1 target qildim. Ya'ni bu joyda div class rounded 1 klassi ochilgan va ketidan p tag yozilgan. Rounded corners oddiy bir matn yozilgan va bundan tashqarida mana bu joyda style da yozyapman. Rounded 1 ni target qilyapman. Color FFF, ya'ni bu oq rang. Adashmasam, background color ham shunaqa rang bo'lsin dedim. Ya'ni orqa foniga bu rangni bersin. Border radiusiga 25 piksel, paddingga 20 piksel, widthga 200 piksel, heightga 150 piksel. Xo'sh, hozir mana shu jarayonni nima qilamiz? Yozamiz. Xo'sh, mana bu ketidan yozamiz. Xo'sh, bu joyda nimalar bor? Bu joyda div class rounded 1 klassini ochganmiz. Biz ham ochamiz. Div bunga class beryapmiz. Rounded, misol uchun rounded 1. Xohlagan nimamizni yozishimiz mumkin. Bu joyga ham yozib qo'yaman. Border radiusni qo'llamoqchiman. Shuning uchun border radius deb qo'ydim. Bo'ldi. Endi bu joyda target qilamiz. Endi nimani target qilamiz? Rounded 1, ya'ni klassni target qilmoqchi bo'lsam, oldin nuqta yozaman va klass nomini yozaman. Rounded 1 klassini target qilamiz va bunga background color'iga bersin, qanaqadir rangni bersin. Orqa foniga yellow bersin, orqa foniga yellow va width bersin. Kengligiga misol uchun 100 piksel bo'lsin. Height, balandligi ham 100 dan kamroq bo'lsin. Misol uchun height balandligini belgilaymiz, 50 bo'lsin. Va ketidan endi nimani qo'llaymiz bunga? Border radiusni qo'llashimiz kerak. Border radius. Border radius 10 piksel bersin. Taxminiy yozamiz. Bo'ldi. Saqlab turib ochib ko'ramiz brauzerimni. Yangilab yuboraman F5. Mana. Qarab turibsizki, nima? Border radius bilan chiqyapti. Mana biroz yaqinlashtirsam sezasiz, mana border radius bilan chiqyapti. Endi bunga hozir mana bu joyga borderni ham o'zini berib ketay. Shunda tushunasiz. Border ham berib ketaman, ya'ni ramkasi bilan chiqarsin. Border 2 piksel qalinlikda solid black qora bo'lsin. Shunda biroz tushunarliroq chiqadi. Mana yangilab yuborsam, endi mana qarang. Mana bu 4 burchak bo'lib chiqayotgan edi boya. Endi border radius nima qildi? Mana bu burchaklarga ta'sir qiladi ekan. Ya'ni men hozir border radiusiga nima 10 piksel berdim. Hozir 20 qilsam shuni 20 piksel kattaroq border radius bilan chiqadi mana. Qarang, kattaroq border radius bilan chiqyapti. Endi mana bu ikkalasi qo'shilib qoldi. Buni oldini olish uchun nima qilamiz? Mana bu joyga bitta bir, ya'ni qator tashlash kichik harf bilan yozib ketaman. Kichik harf bilan bir yangilab yuboraman. Mana border radiusni nima qildi? Endi border radius bilan chiqdi. Ya'ni border radius nima qilar ekan? Burchaklariga ta'sir qiladi ekan. Xo'sh, bu ham tushunarli. Border radiusni o'rgandik. Bular ham shu, ya'ni bu endi bunga keldik. CSS rounded. Misol uchun hozir biz bitta piksel berdik. Yana bitta piksel bersam nima qildi? 4 tala burchagiga ham ta'sir qildi. Bittada. Endi buning qiymatlari bor. Ikkili qiymati bor. 1, 2, 3, 4li qiymati, ya'ni 4li qiymati ham bor. 4 ta qiymat bersak, bu soat strelkasi bo'yicha davom qiladi. Ya'ni birinchi 15 piksel bu yerga, 50, 35 piksel bu yerga ta'sir qiladi. 4 ta pikselli son yozsak. Keyin buning 2 ta piksellisi ham bor, 2 ta qiymatlisi ham bor va 3 ta qiymatlisi ham bor. Hozir shularni birma-bir ko'ramiz kodda. Xo'sh.
Bunga hozir bitta piksel yozgandim, qarang. 20 qilaman. Buni 30 piksel qilaman, 40 piksel qilaman va 50 piksel qilaman. Saqlayman, ochaman. Yangilab yoraman. Qarang. Ketma-ket berdi. Hozir men 30, 40, 50, 60 berdim, to'g'rimi? 20, 30, 40, 50 berdim. 20, 30, 40 va 50. Nima qildi bu? Soat streykasi bo'yicha ketma-ket nima qildi? Bergan piksellarim ta'sir qildi. Bu 4lik qiymat ekan. Endi 3lik qiymatni ko'ramiz. 50 ni o'chirib tashlayman. 20, 30, 40. Qarang. Nima qildi endi bu? 20, 30, 40. 20, 30 va 30 va mana bu joyda 40. Ya'ni 30 ni nima qildi? Qarama-qarshi burchagiga ham 30 berib yubordi. Ya'ni 3lik qiymatda shunaqa bo'ladi. Endi 2lik qiymat 20 bilan 30 qilamiz. Saqlayman. Endi qarang, yangilab yuboraman. 20 bilan 30. 20, 20, 30, 30. Ya'ni qarama-qarshi burchaklarga nima berib yubordi o'sha piksellarni. Xo'sh, mana o'rgandik border radiuslarni. Bugun CSS xususiyatlari bilan tanishdik. Keyingi darsda davom qilamiz CSS ni.